Assalomu alaykum. Metal продажasi bo'yicha dasturda korotka obzorini bilan tanishtirib o'taman. Bu продаж panel, ya'ni sotuv oynasi shu bo'ladi. Bu yerda tovarlarning ro'yxati, kirganimizdan keyin tovarlarimiz ostatkasi, ya'ni bularda mana ostatkasi yo'q. Bu armatura profillarimiz ostatkasini ko'rsatyapti mana. 1000 metr, bunisi masalan 5000 metr yoki 5000 kilogramda bo'lishligi mumkin. Armatura profillar endi o'z-o'zidan metrda bo'ladi. Shunaqa holatda mana narxlari turibdi. Mana 60 so'm, 100 so'm, 120 so'm deb bu metrning narxi bo'ladi. Bu yerda masalan armaturadan aytaylik, bizda 10000 metr bor. Biz aytaylik metrda 50 metr sotyapmiz. 50 metr sotayotganimizda mana bizda 3000 so'm bo'ladi. Bunisi 60 so'mdan yoki o'z-o'zini o'zgartirib qo'ysak bo'ladi. Aytaylik 55 so'mdan qilib bergan bo'lsak, 55 so'm. Bundan keyin masalan 20 li armaturamiz, bundan 100 metr. 100 metr. Buni narxini masalan 98 so'm qilib berdik. Shunaqa qilib teriladi tovar. Profil ham urishimiz mumkin. Profilda masalan aytaylik 30 metr profil oldi. 200 so'mdan berdik. Mana itogoviy summasi mana 18550 so'm bo'ldi. Endi oplata qilamiz. Oplataga masalan nalichniy yoki karta, M-bank deylik misol uchun. Shunaqa holatda razdelni bo'lib to'lashda ham imkoniyati bor. Ya'ni masalan oplata qilayotgan paytida aytaylik 11000 so'mini nalishniyda berdi. Qolgan 7550 so'mini yoki bo'lmasa 7500 so'm 50 so'm skidka qilib berishimiz ham mumkin bu yerda mana. 50 so'm skidka, keyin bu yerda bizga 7500 so'm oplataga qolyapti mana. Shu holatda xohlasak chek, xohlasak nakladniy holatda chiqarib bersak bo'ladi. Shunaqa holatda ishlaydi programmamiz. Endi nakladnoyda ham holatini men ko'rsatib beraman mana. Bu yerda продаж nomeri, armatura, profil, bu yerda dolglar, nalishniyda kassadagi berilgan pullar hammasi ko'rinib chiqadi mana. Xohlasak buni через WhatsApp yoki Telegramdan jo'natsak bo'ladi yoki bo'lmasam listga chiqarib pechat qilib bersak bo'ladi. Shunaqa. Endi masalan bizdan nasiyaga oladigan bo'lsa, aytaylik buni 50 metr olyapti. Bizda 10000 so'm bo'ldi. Oplata qilayotgan paytda mana klientlarda bu yerda ro'yxati bo'ladi mana. Masalan, Omadbek degan klient. Bunga biz hech qanaqa to'lov qilmayapti-da, shunday dolga sotyapmiz. Bu yerda data oplatini tanlab qo'ysak bo'ladi. Masalan, bir haftadan keyin beraman deb olayotgan bo'lsa, shu holatda qilsa bo'ladi. Endi bu yerda OK ni bosgandan keyin Omadbekka dolg yoziladi. Bu yerda oplata qilinadi. Klient masalan Omadbek, mana 10000 so'm qarzi bor. Endi bu yerda masalan nalishniyda 5800 so'm to'lab ketyapti desa, shu bilan to'lov amalga oshadi. Mana keyingi safar to'lagani kelgan paytida bunga kiradigan bo'lsa, mana klient tanlasa mana 4200 so'm zadoljenности bor deb turib ko'rsatadi. Saqlamaymiz. Endi klientimiz aksiya ham ko'rsatishligimiz mumkin. Ya'ni masalan so'mda deylik Omadbek degan klientda aksiya verkasi mana. Mana продажа bo'lgan 10000 so'mlik 5800 oplata bo'ldi. Konечный dolgimiz 4200 so'm bo'lib qoldi deb ko'rsatib beradi programma. Endi bu yerda spisak продажа kiradigan bo'lsak, nima olganligimizni ham ko'rsata oladi. Keyin oplata klientada qaysi kassamizga to'lov qilganligini ham ko'rishligimiz mumkin. Shunaqa holatda ishlaydi bu. Endi biz masalan klientlarimizni, постоянный klientlarimizga aytaylik, masalan 100 metr sotyapmiz. Buni diskontli sistemada ham ishlatsak bo'ladi. Ya'ni masalan bitta diskont karta, masalan shu nomerdagi diskont kartani mana testda hech qanaqa summasi yo'q. Endi bizdan masalan 10000 so'mlik tovar oladigan bo'lsa, 10000 so'm mana. Endi oplata qildik. Keyingi safar bu klientimiz yana bironta tovar oladigan bo'lsa bizdan, masalan 50 metr olsin. Shu holatda bo'ladi. Oplata qilib, bu yerda diskont kartamizni kiritadigan bo'lsak, mana bu yerda bizda
diskontda 100 so'm nakopleniyamiz bor. Endi buni o'zini oplata qilib yuboramiz desak, mana 100 so'mni bu yerga yozsak, mana 4900 so'm oplata deb shu summa qoladi. Masalan, shu yerda o'zida masalan 4900 so'mni qabul qilib olsak, bo'ldi. Shu bilan mana 100 so'm klientimizga уже skidka qilib bergan hisoblanamiz. Shunaqa bo'lib diskontli summalari yig'ilib ketadi doimiy agar ishlatadigan bo'lsak. Endi bundan keyin kassadagi rasxodlarni yozsak bo'ladi. Mana rasxodi bu yerga kelib turib, masalan, obedga bu rasxod bo'ldi. Nalishnidan aytaylik 2000 so'm ishlatdik. Turib bu yerga kommentariyalarni yozib qo'ysa bo'ladi. Buni провести zakrit qilib saqladik. Shu holatda bizni kassadagi uchetimiz to'shniga ketishni boshlaydi. Bundan keyin bizda masalan reestr продаж degan bo'limi bor. Buni ko'radigan bo'lsak, общий summada mana 43500 so'mlik bugun savdo bo'ldi. Bu yerda har bitta продажamizni alohida vaqti bilan shunaqa holatda ko'rsatib beradi bizga. Endi bu сотрудникlarimiz bo'yicha ham ko'rishimiz mumkin. Qaysi сотрудникimiz qancha savdo qildi, hammasini alohida uchetini qilib beradi. Endi bu yerga o'tadigan bo'lsak, redachetda kassamizda qancha pul borligi, bu yerda qancha dolga ketdi, qancha общий summa savdo bo'ldi, skidkalarni hammasini общий summalarini hisoblab ko'rsatib beradi programma. Xo'p, qisqacha holat shundan iborat. Podrobniy informatsiyalarni yana savollar bo'lsa javob berishimiz mumkin.